yüzümde yaş, bu kalbimin hasretke to'ldi. Men nola qilganda düşmenim güldü. Men nola qilganda düşmenim güldü. Bilmeymen bu felek ne için tepin. Nadallar ar yaşar, yaxşılar öldü. Nadallar ar yaşar, yaxşılar öldü. Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Bu ömrümün içilmez oldu. Ey Tanrım sen çeksiz yaratkan adem, tarsam bu dünya bir hatas oldu, bir hatas oldu. Tinchliklar, hozir sotimizni boshlaymiz. Javobgar sot maydoniga olib kirilsin.
Hozir ayıpligicha javobgardan savol so'raydi. Isming nima? Reyim. Dadamning-chi? Esim To'nkis. Tinish. Dadasım shunda odamda? Shundayman. Nima jinoyat bilan qo'lga olinding? O'g'irlik. Ya'ni-chi? Boshqa gunohim yo'q. Hurmatli sud ahli, oldinglarda turgan bu jinoyatchi amdili 18 yoshga kirgan bo'lsa-mu, nurg'un yomon ishlarni qilgan. Dastlabda yanchiqchilik qilgan, bara-bara o'g'irlarning shaykisiga aylangan. 2 qatim turmaga kirgan. Oxiri berib o'z dadasini o'ldirmoqchi bo'lgan. Shu emasmi o'z dadasini o'ldirgan? O o'ldirmoqchi! Tinish! Hurmatli sotchi apandi. Aqlug'uchi, savol so'rasangiz bo'ladi. Hurmatli sotchi apandi. Sot ahli, sizlar o'ylab baqdinglarmi? Amdil 18 yoshga kirgan bir bolaning o'g'irlash shaklida qitilib qilishi hamda o'z dadasini o'ldirmoqchi bo'lishi zada nima sababdan? Isning achchig'ini mo'ri bilganga o'xshash, hamma odam o'zining dard ta'siridan o'zi biladi. Hurmatli sotchi apandi, mana bu Hizim apandining o'z o'g'li qoldirgan yordamlari. Uning peshonasidagi bu tatiqni ko'rdingizmi? Uning badanidagi bu tatiqni ko'rdingizmi? Sot ahli, qaranglar. Bu tatiqni ko'rdinglarmi? Sen tehe mening ishimga aralashgandek bo'ldingmi? Pastkash. Qo'y, bundan keyin o'zingni bilib yur. Men nega boraman, nega turaman, nima ishlarni qilaman? Qarang bo'lmasa, anglayapsan, ha? Anladingmi? Bundan keyin aralashsan, ha? Yana aralashsan. Yana aralashgan bo'lsangmi? Tabiatga ketmayman. Stomma qarang xuddi. Ha? Sen aralashsan, ha? Yuqotga, ber tur. Ber tur deyman. Nertur! Ha? Bitemem nereye? Apanla vurma seni! Ha? Ya arkadaşamsa! Yani arkadaşamsa da apanla vurma! Ha? Dada yakınmadan dada! Apanla vurma! Biter nereye? Dada! Ha? Apanla vurma da dada! Bana arlaş! Bunda kınmadı bana arlaş! Apanla vurma dada! Biter nereye? Ha? Ha? Yokuş! Veriyorum oyna! Veriyorum! Konuşa! Xat to'xtab tur. Kashti kelib sen bilan ayrim hisoblashaman. Vuh! Badbaxtlar. Yürünglar balla. Canım ballarım. Küçük kırıkla, diyanla azar yedi. Oldu, tamağınlan yanına, soğuk kalmasın. Bu işlamı üst gece, yığlaman kız. Canım abba, buna de ki, dadamın işlerine arlaşmışsınız bu ki. Canım bala, ben neler diyoruz dadamızın işlerine arlaşay. Hayal zamanla alıp kaldı, dadamızın şunda alıp kaldı. Onun neyim için çaplaştı kimse deme bilmedim. Abba! Abba! Canım ballarım.
Bekallah. Bazıları bekallah. Hoş geldin ha. Kalkma ilallah ha. Vallahi ilallah. Hadi arkadaş, ala. Koy. Araganı koy. Cinem. Cinem. Senin çok koltağının karagan çok okşumamsa ha? Ale. Çiçeğiyle. Samgırap geldi. İçmem sen. Çiçeğe adaş çiçeğe. İçe adaş içe. Tadırma içe. Bugün bu yer oynayınız hep geldi. Şu kanun çiçeğiyle ha. İçmemse adaş içmemse. Yanında tumuçuktan nasıl oldursa neymiş içmeysen ha? Çiçeğe adaş çiçeğe. Hani içi ver. Gile. Sokuşturup çiçeğiyle. Hoşa. Hemen bırak düşün ha. Bak aylan olsun hadi. Hoşa. Kınemse. Bak dik ol ola. Eyvallah. Vah. Peride degan bir parç ot. Otning o'zi bu. Seni köydürüp etmişsin yine ha? Peride xotin degan istak bo'lsa, Shundaqmi? shundoq bo'lmaydi. Kuydirib kul qilib etmay yana. Elimi ko'ydirib bir yerga opadingiz. Ishqingizni kuyib, kulga aylanay deb qoldi. Rasman? Hey, rasmim aytchi. Kuyup kül boğuca elip tigirsen mamdı ha? Hoşa. Stop ha. Kükreyle. İşini aç Zeynep! Hey! İşini aç! Hey! İşini aç damatını! Hey! Git kutu! İşini aç! Ne işini açmaysan? Ha? Bizim işini açmaysan? Ha? Kutunun imkanı yok değil mi? Ha? Sen kaçtan gibi bile içiyor adam sen? Ha? Bu kaçtan kırılır mı? Senin dişin kalksın mı? Ha? Ha? Bana! Sen bunu üzerine! Ha? Yürü buraya! Sen bir yanında! Bana kırı adam sen! Burada geçten var sen! Burada geçten var sen! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Opa, men maktabga Bolam, bordim. choy ichib ondin men. Bo'ldi opa, meni yuray, bo'lmasa maktab kechikib qolaman. Amsa, bu bir parcha nonni olsim elib eling. Bo'ldi opa, meni yuray. Bolam. Bechora bolam. Savoqdoshlar, bizning bugun bu soat ko'radigan darsimiz ataqli yozuvchimiz Abdurim O'tkirning o'z romanidan ilingan parcha Oqchiq Seyida. Rahim, nim bo'ldingiz? Uyqungiz kelgan bo'lsa, uyingizga kirib uxlang. Qanday degan gap bu? Bo'ldi, diqqat qilaylik. Nima etding? Suiqash etdim. Suiqash? Hey ahmoq xotin! Tush bo'lgandagi tuzrak bilan sasang umamdi. Tushdimi suiqash qilamsa? Tunagan polo asam suiqash etmasa deb qaqshidingiz. Shunga suiqash ishkisi bor o'xshaydi deb. Hey! Ahmoq xotin! O'ziga tunini bilamsa? Birni qo'ydi ekanman. Endi keldingmi? Kira!
Ne bo'ldi bolam? Apa, men maktabda o'qimaymikin deyman. Nima? Bu nima deganing endi? Maktabda o'qimasang qanday bo'ladi? Sening o'qishing shunday yaxshi tursa. Bir yerda xizmat deb ishlaymikin deyman, apa. Yo'q bolam. Bu gapni endi qo'g'chi bo'lma. Bir yerdan xizmat deb ishlayman deganing nima gap endi? Men seni cho'qim toshlarda o'qitib, bilimlik, yaramliq odam qilib chiqaman o'g'lim. Endi undaq gapni qiluvchi bo'lmajimi? Yig'lamang, apa. Sizga bir ishim og'riydi. Men pul topsam, singlim, ukam, men to'rtimiz birga yozsa qanday yaxshi bo'lardi? Jenim bolam. Undaq xiyollarni bo'lma. Bu ko'ngilsizliklarning hammasi men bilan kelsin. Agar menga yaxshi bo'lsin desang, faqat tirishib yaxshi o'qigin o'g'lim. Apa, men cho'qim yaxshi o'qiyman. Oğlum. Biz bugün yeni dersimizni başlaştan burun, sabaqdaşlardan oldingi darsdan bir necha savol so'rab baqay. Qani, qaysini javob beramiz? Rahim, qani siz javob bering. Bu asarda yeni davr yoshlardagi Oy, akşam ders tekrar qilmay nima ish qilgandingiz? Men sizlarga tunnigun o'tlagan darslarni bugun so'raydiganligini aytgandim-ku. Qani kim javob berib baqadi? Sahiba, siz javob bering. Bu asarda yangi davr yoshlardagi jafo mushaqqatga chidash ro'yiga boy, nachar sharoitda tirishib o'rganish ijtihodi bilan sharliq natijalarni yarata oladigan ilidek o'g'longa nadiya o'qilgan. Yaxshi o'tiring. Mayt yaxshi to'liq javob bo'ldi. Boshqalar qilganni siz nima ish qilolmaysiz? Bo'ldi. O'tiring. Hay, topshiriqlarni tekshirib bo'ldingizmi? Tekshirib bo'lmadim. Bekcha patatib ketdim jimo. Oy, Yaxshimisizlar? Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Yaxshimisiz. Qani, o'tiring. Ma'lum, meni chaqirib kelsiz. Shundoq. Xizmatlaringiz bek aldirashib ketdimi, qanday bir necha qatim chaqirsam kelamedingiz? Biroz aldirashib qolgan. Shu Rahimni ish to'g'riq chaqirtgan edim. O'zingizmi bilasiz, ilgari Rahimni uyg'onish natijasi nihoyat yaxshi. Uning ustiga sinfda yetti bo'lib har qaysi pallada oldin yotgan o'quvchilarning birisi edi. Ammo yaqindan beri nima ish bo'ldi-kin bilmadim. Ruhiy kayfiyatimi toza yaxshi emas. Uning ustiga darslarning ko'pinchida oqsiq chekinib ketdi. Shunga oilada bolaning kayfiyatiga ta'sir etgandek bir ish bo'lib qoldimki deb sizdan so'rab baqay deb chaqirtgan edim. Yaxshi bo'pti. Oilamizda boshqa ish bo'lmagan. Nima bo'lganda bu bolaga? Bir ish bo'lmagan bo'lsa yaxshi. Sizmi uyga qaytgandan keyin bolaga obdan nasihat qilib, nima uchun chekinib ketganligini so'rab baqsangiz, men maktabda uni obdan tarbiya qilaman. Har shikil tarafdan o'rtaq kuch chiqarib, bolaning uyg'onishiga ko'ngil bilaylik. Ma'qul ma'lum. Men kechdi berib bola bilan bir ahvol ish baqay. Bo'ladi. Amsa men qaytay. Xo'sh amsa. Xo'sh. Bo'ladimsa, xo'sh. Xo'sh. Rahim degan cho'shiq qani? Qani u? O cho'shiqqa ma'lumning oldida ajab yuzim to'kta meni. Birini qo'yman. Hammani qilgansan. Qani u? Qani u? Qani sen? Ha? Hey.
Seni malımın oldunqı mevzumda dərslərinin həmmisi də yaxşıdı. Hətta ürgünüş başlıqıdı. Əmdi bolsa, dərslərinin həmmisindən çikinib getdi deydi, ha? Sen dərslərin həmmisindən çikinib getdin mi, ha? Nimişqa dərslərini yaxşı oxumadın, ha? Ayşan, Nimişqa dərslərini yaxşı oynadı, ha? Gel bana, ha? Vurma, Nimişqa yaxşı oynadı. Nimişqa ödədir. Əmini qırqaçsın, ha? Kuyvet! Sen bir yeysen dayak dedi, ha? Kuyvet deyme, kuyvet! Kuyvet kapta! Bana işte, bana işte! Hemen oğlum gel! Hemen kırqaçsın! Nimişqa ders yapsın mı da? Ha? Sen mi yeysen? Ha? Hemen kırqaçsın! Beni kuyvet! Ha? Hiç nasıl okumaysan? Ha? Her işkinin yeysen dayaklı! Nimişqa yaxşı okumayım! Nimişqa yaxşı okumayım! Nimişqa yaxşı okumaysan! Ha? Sen mi yeysen? Nimişqa yaxşı terbiyesin başına! Ha? Hemen kırqaçsın! Nimişqa yaxşı terbiye benim de bunu, ha? Ha? Bu takımda! Ha? Adam olduk kadar sen kuyvet! Bu ne misin? Nimişqa yaxşı terbiye yapımı değil! Ha? Bu ne misin? Apa, uyak çıkın. Ne bo'ldi bolam? Tantarbiya malım, tantarbiya kiyimi almasan bulmaydı, bulmasa ders kirme degenti. Şuna 40 koy lazım dep kalgan te apa. Pul. Öyle pul yok de bolam. Endi qanday qilsak bo'lar? Her as un alaman deb azroq pulni tiqib qo'ygan. Shuni ichqib. Bo'ladi apa. Mana bolam. Yetamdi ya. Yetidi apa. Ma'qul ansa bolam. Yo'lning chetida man. Tanlab o'zimni ag'inchimi?
Mijozing yo'qmi bolam? Yo'q. Matematikalik bir misolni o'ylab o'tdim. Opa, tek yatmadingizmi? Men sal turib yatay. Dadang tek qaytib kelmayapti. Qaytib kelsa tamog'ini isitib berib, andin yataman bolam. Opa, siz uxlavering, dadam kelsa tamog'ini o'zim isitib beraman. Bo'ldi bolam. İnsavımga rahmet. Sen fakat tırışıp okusangla bo'ldi. Başka işler bilen karang bo'lmuşsun. Bo'ladi opa, men tirishib beginaman. Kiring. Topshiriq daftarlarni kirgan. To'liqmi? Ha, Farida, chiqib Rahimni chaqirib qo'ying. Kiring. Muallim, men chaqirganmidingiz? Ha. Rahim, o'qish boshlag'ili bir oydan oshdi. Saboqdoshlaringizning hammasi o'qish pulini akab bo'ldi. Faqat sizlar topshirmag'achqa men maktabga topshirib bo'lmadim. Bugun qaytgandan keyin dadangizga deb at o'qish pulini ag'ash keling. Bo'lamdi? Bo'ladi. Chiqsangiz bo'ladi. Dada, malum o'qish pulini topshirib degandi. Mang. Sen qarzmetdim ben. Seni şu okup koydum. Endi özden tap adaş. Mang. Adamın keyfini uçurab. O'qish boshlag'ili bir oydan oshdi. Saboqdoshlaringizning hammasi o'qish pulini topshirib bo'ldi. Faqat sizlar topshirmag'achqa men maktabga topshirib bo'lmadim. Bugun qaytgandan keyin dadangizga deb at o'qish pulini ag'ash keling. Sen qarzmetdim ben. Kaçak bakma seni. Çok oldu endi. Mang özden verip tap mang. Hey! Mektep bitiriş imtihanının iş kaysını ötemezsin ha? Gel kala! Neyini iş gibi kılmaysan? Ha? Vay dada! Vay dada, bo'ldi qilib! Gel buradayım ben! Neyini iş gibi kılmaysan? Gel kala! Vurmang dada! Neyini iş kıdan beni? Vurmang dada! Neyini iş kıdan beni? Vurmang! Unda qilmang ish qilib dedi, vurmang! Voy ezim! Voy balam! Qo'ying! Tez bolam! Tez bo'l! Meni qo'yib! Qo'yib deyman! Qo'yib! Hammani qilgan sen! Sen meysen degi tayoqni! Voy Rayyan, nima ish qilib yuraysan? Bir ishdek ishlaymikin deyman. Maktabdan ketibsan-da. Yo'q. İmtihonlarni to'sini o'tamayaptimi? Shuni o'qimaymikin deyman. Chaqchaqimig'ina, sen degan bir sinf boshliq tursan. Voy, qoping nima bo'ldi? Dadam urdi. Shunga uydan chiqib ketdi. Uydan chiqib ketsa, uyindikilarsimanda? Yo'q. Tabax edami? Yo'q. Puling yo'qmi? Ha, bo'pti. Jira, menda pul bor. Tamoq yeymiz. Jira. Mana.
Hozir nima turibsan? Necha vaqtdan beri o'zim ishlayotgan oshxona turibotgan. Mendan cho'ngroq bir bol kelgandikin meni ishdan bo'shtiryapti. Bo'pti odash. Keyin ikkimiz birlashib cho'ngroq bir ish qilamiz. Hala, yigine. Sen fakat boshqani to'sab qo'ysang bo'ldi. Atrofini qarma. Boshqani to'sab birmanmi? Chiq yaqma. Shuni qilsam burunma bir qitim og'am. Shuni olay. Mana ashki qari. Mana bir qap olay. Nima qilaman? Sizga nima? Shuni olaylik. O'shada pul topshirishga o'xshaydi. Xizmatingizmi? Pulum yo'qtirdi. Boyli batta emasman, ramlar hisob qo'ygan. Boyli batta birdan o'shida pulum yo'qtirdi. Hay, bunda qila. Pulumni sayilib oldim ya. Ha? Men qarqina. Men pulimizni olmadim. Yo'q, men olmadim. Yo'q, men olmadim. Boyinim turganda qilib. Men pulini olmadim. To'g'ri. Bunun yeni bir bal var yenge. Ben beklegendim. Başımda kalmadı. Qancha shu balni izlab baqaydimi? Usta, birdan naqshida pulim yo'qolib ketdi. Hech narsa ko'rinmaydi. Qandoqmi qilaman endi? Nemish bu? Birdan pulim yo'qolib ketdi. Hey! Kira, tamak yemiz. Mende pul yo'qtursa? Ahmoq, mana pul. Ha? Heliq ayolni pulni sevib kelsan-da? Bichara ayol bekti tutib ketdi. Ahmoq, buni purpasam biz qanday qilamiz? Bu jahonda shundoq javon. Buni purpasam biz ochqanmiz. Lekin u xonim ochqolmaydi. Kira, tamak yemiz. Kira. Yememse, tamak so'p qoldi. Yegim yo'q. To'la yalg'ashib qochyo'nma, yigina. Kechda uxlamaysan tiqi. Hey, boshqa bir ish deb qilsa xo'pdiki. Voy ma'qul. Hozir ammani yo'qidimi ishni qilyapmiz. Ertaga yaxshiroq bir ishni epib topsak shu ishni qilamiz. Bulamda? Gapimiz gap-a? Ha, ma'qul. Ana shuni pulliq bizga o'tgandek. Yo'q. Portmoningiz nima? Mening hinimda sizdan boshqa hech kim bo'lmasa, siz olmay kim oladi? Nima portmoningizni? Yolg'on gap qilma. Hozir o'sha qilib qo'ygan tursam, siz olmay kim oladi? Oqtirib yiqalamsa? Yaxshilikcha chiqib, bo'lmasa chaqchaq ma'lum qilaman. Qizim, zod nima ish bo'ldi? Ha? Portmonim nima ish qilib qo'yibdi? Tuzni qaytirib atladim. Yinini mushbalbatda portmonim yo'qtirdi. Portmonni nima? To'xtab turaman, oqtirib. Qo'ya qo'yirlar. Yo'q, nima portmonni? Qizim, buni oyog'ida yo'qtirdi. Balkim siz qadorlashga o'xshaysiz. Chuqur bo'lishi mumkin. Qandoq degan gap bu? Xatolashibsiz, qizim. Kim ilib olgandi? Gap qilmaysan-ku. Shunday qilib ulasini yana qo'yibdi-mi? Ya, sen qandoq bilasan? Yo sen men bilan birga bo'lmasan?
Bugun qarsam, alpozing yomonroq turdi. Shungisini bir falokatga luqmusin deb keynin kirgandim. Agar men bo'lmagan bo'lsam, o'zingni saqchig'ini ko'ratding. Mana portumal. Sen ne acaba duymakman bu? Sen mükiyen mendek bilirsen. Yok. Ne hem dersiz unda kışkınmayma. Başka iş dep kılma. Uyum ketime. Opam bilen fıkırlarımla bek kögüm kep ketdi. Teyzem, Nimiş oldu ya? Erkin'le ağırıp qağınıға neçə gün boldu. Qızıtmısı faqat yanmay vatıdı. Doktorxanaga apasam, bolnisda yatsın deydi. Yenimde pul bolmağaşqa. Sizni izlep keldim. Pulumuz beni izlep geldi ama. Ben bu yeni soy kıldı, bana pul gerek. Uqdun mu? Biroq Sotda balını özem alımen degen diken, özem amallı kıl onu. Menden pul yok. İkinci beni izlep gelme. Bak. teyzem, undaq qilma. Canım balam, neler yürüyen sana? Seni üstüme geçirdim. Sığındım abla. Canım balam, dostluğun kadar nersiydi onu. Beni imandan en sırtırgan sen. Abla, ben seni ben sığınıp kettim. Canım balam. Yürü balam, iyi kırıp gideyim. Korkma abla. Neden korksan? Dadan hem seni olmaydı. Ben acırışıp gittim bala. Hem de erken üçümüz hatırcam yaşayınız bala. Yürü bala. Abla, nasıl acışıp gittin lan? Rast bala, sana aldandım. Ben acırışıp gittim. Hem seni olurlar adem yok bala. Hatırcam yaşayınız. Kire balam, kire. Ukku. Ufka. Seni bek sığındım, Ufka. Bek sığınıp kettim. Abla, Ufkam kızıp kaptı o. 3 gün boldu balam. Kunde tushdan keyin mushunda qiziydi. Har xil dorilarni ichirib baxtim faqat taqimidi. Doktorxonaga apasam, balnisda yatsın deydi. Balnisda yatqizsam, million to'laydi ekanman balam. Shuning bilan dadangdan so'rasam yo'qkan, bugun qo'shnilardan so'rasam uladimi yo'qkan. Qaytishimda sen xuddi mana uchrab qoladigandekla u yoqqa bu yoqqa qarab qaytqandim. Uchrab qoldim. Ukko kechtilim bilan birga yotqi. Buludu. Uxlaydigan chal sen de yatay bulamdı. Apa, hazırla doğru iş güzeli. Ma'qul balam, hazırla ikiraya. Haras apa, Ruşen görünmeydi o. Sot,
Roşanni dadamga bölüp bergendi. O bir neçe qitim dadamning qishida turmayman deb qechib ketdi. Biroq Roşan mening qishimda tursa, uning o'qish pulini to'layolmay qolar ekanman. Shunga uni o'qishsiz qolmasin deb yana dadamning qishiga evatib etdim. Balalar, meni kechiringlar. Men sizlarga o'pdan qarayamadim. Undaq demang apa. Menmi cho'ngib qoldim. Menmi bir yerda ishlab pul topgandan keyin Ruşanni aklab o'qitimi? Voy bo'ladi balam. Bu kunlar o'tib ketdi. Apa, Bo'ldi balam, sen o'ltir, men qaray. Mana. Ay canım balam. Ay ne oldu? Ne oldu balam? Ağlama. Ay canım kızım. Oldu ağlama. Hoş geçti, yalnız geldiniz mi? Korkmadınız mı kızım? Yanlışlık geldiniz. Evde bir iş oldu mu? Ne oldu zade? Fıkan Ruşan. Akam. Oldu yağlamağla ballarım. Bir hala öyle kırıp gideyim. Kukam Erkincan. Ağrıp kaldım mı? Kızım Roşan, şunca keşni keştimey kayıtıp gitsiz bu. Zaten neymiş oldu? Fakat çözüldüm abba. Öyle hem işini ne kılınır? O ayın fakat ışkınmaydı. Yeni dedi. Bak kanadımda. Beni orada hem cimdaydı. Dadam bunları gözümü fakat yaptırmaydı. Ay canım kızım. Niçin siz benim peşimde dursunuz? O kısır kalırsın. Evliya siz. Yanılar. Dadamızın peşine kayıp gitti. Dadamın okuttu ne? İddet okumasam mı buladı? Öyle işlerimi kızımdı. Beni öteki bağılmayın be. Canım kızım. Abba. Ben emri oraya bağmayayım. Tamam ne az ye. Bulandı. Yemimi yamam ye. Bulandı abba. Canım kızım.
Adaş, ben mumkoy tepesine öptüken, ukam qattiq ağırıp qaptı, doktorga apangsam texi bulmaydı. Mumkoy? Ben de mumkoy neymiş kızım? Ötünüp qılay adaş. Pul berip tursan çokum qaytırıp etime. Sen ma? Yançıqçılıqını tuzuk qılamayvazsan, mum qaytırıp etsa. Unda qılmıqı. Pul berip tursan apamga apırıp berip, sen bilen tapavat qılay. Bo'lamdı? Mende hazır pul yok. Ben berip alim ko'rdim so'rab boqay. Sen bir şey saqlab tur. Bo'lamda? Ma'qul. Ve alimkanma? Ben Niyaz. Bana mümkün ciddi lazım qanti alimka. Berip tursun o'tgan. Unda qama alimka. Bana bek lazımdı. Mümkün tapmasam zat bo'lmaydi. Alimka ben çokum qaytırıp berman. Haftadan usul bilan qaytırıp beray. Ma'qul. Men hozirla borman. Xo'shamsa. Ne adaş? Rahmet adaş, men çokum qaytırıp berme. Kaçan qaytırıp berse? Tat arada qaytırıp etime. Ben bu pulunu alim ko'rdan aldım. Onun icazını obdan verilse, o bana bir haftalık verdi. Eğer vaktini qaytıramsak sen ben onun kulunu herkes kaçıp kutlamayız. Buluda adaş men çokum qaytırıp etime. Bunu dönse. Emis pulunu men apamga apırıp berip kelime ha? Ha ma'qul. Ma'qul. Voy, bu bala ne ketkendi? Aran testijam bo'lgandiq. Nimda o'tisiz opa? Hey qizim, akangiz yana yo'qtirdi. Uni yana chiqib ketdimikin deb ansirayapman. Akam nemish shunday qiladi? Oppa. Voy bala. Men asta, yana qizib qopti. Voy qanday qilaman? Canım bala. Endi qanday qilar? Apa? Aka. Bala. Nega odoq? Senden ansirab yuragim sovib ketdi. Apa, mana pul. Pul? Buni nereden topding o'g'lim? Ayta. Bir sizden qarz aldım apa. Endi ukamni doktorxonaga olib boradigan bo'ldik. Ay canım bala. Seni ko'p jafoga qo'ydim. Unda size apa, menni cho'ngib qoldi. Endi men sizga yordamlashib, uyni beqib ketalayman apa. Bala, rahmat. Sağlığına rahmet bala. Aramlık, alim ko'rdan pulni qachonlik bersa? Akla, bana 2 gün vaqt beraman, men cho'qim qaytirib etime. Qachon hiç vaqt beramiz. Elimizdan chiq vaqt berdi. Biz deganni qilmaysa, o'g'irlikni taqqamlashtirmaysa, qarag'andisini adablab qo'ymasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Juva.
boğaşım. Emri pulu verdiğin ben bir köle ya. Aramda. Tüy. Keşif ketdi. Akınız texçi qaytib kelmeydi o. Akamның işleri tex tügümegen oxşaydı abba. Biçare balam. Kichik turupla shuncha ko'p jafolarni tatdi. Reis, Kechikib qoldim apa. voy balam, men qarg'ina. Ne oldu sana? Ha? Biraz bilen uğraştınmı? Hech gap yo'q apa, tollardan so'qishib qoldim shu. Nima? So'qishib qoldi. Bu aslanning bu ketganini qara. Hamma yaram qon. Chiroylarim ko'kirib ishib ketdi. G'ijini bolam. Nima ish bu? Ha? Kechiring apa, men buni diqqat qilay. Voy balam. Sana ne çıkacağım dedim. Bala bilen uğraşma deb ochig'imga hayversan olmamdi jinim bolam. Qara bo'p ketganingni. Balam, qo'stig'ing ochdimi? Men sana tamoq akiray ya. Bugün ta'limimiz toz o'ngda ekanmidi ya. Yana 200 ko'p kamlab qoldi, qanday qilamiz? Shundagina olim ko'rning qili yana tug'yurdan bo'ldi. Ya men bir amalni qilaman. Ha, agipun to'g'ri bo'ldi. Ha, tamom chekka. Ha, chekmayman. Chekmayman. Birata chek. Yo'q, chekmayman. Bo'lgan chekka. Yo'q, chekmayman. Ha, ala. Icha. Nimish qilyapsan? Ha? Qo'l degani bag'i, qarab solsa yoqdingmi? Soqchining yochiga qo'l solsam, mushaqqat qolsa. Sen o'qimamsan? Sen qiladigan boshqa ish chiqmadi bu. Mana.
Quloq seni, yana kiribsan-da. O'tganda xili obdan va'dalarni berib atatding. Chiqibla yana koni sana menga dastlabsan-da. Mahmudka, bu bala nimanda kim akıllı kılıdığandı? Ha, buni men bilmadim. O'tganda bir obdan va'dalarni berib chiqib ketgan. Lekin bu qitim yana nima ezib yurgan-da? Haras Mahmudka, o'tganda erkin og'rib qolganda, do'stimdan qarz oldim deb men ko'y ko'tirib kirib ekan. Balkim shu pulni qaytiraman deb shunda qilib soldim-ya. Bu qachon bo'lgan ish? 2 haftaning oldida. Mondaqda, asli mondaq ishkanda, men undan so'rsam u javob bergili unamaganti. Bechora bolam. Bu qitim qanchalik vaqt yotdi? Onun bu yerga kirishi ikkinchi qitim. Bu qitim yetib qolsa, uzun yetib qolamdiki. Bechora bolam. Hamma ishqa men ayiblik. Balamning mush yo'lga kirib kelishiga men sababchi. Men gunohkor. Men gunohkor. Apa? Canım balam. Qandaqroq turibsan balam? Yaxshi turibmi apa? O'zingizchi fikrlarim yaxshi turibdi. Yaxshi turibdi. Fikrlarimni seni de kuyga keldi balam. Ular kimni sening gapingni qilib? Mening ularni pek ko'rgim keldi apa. Müşküllerde hecep güzelini görüyorsan canım balam. Uğrunlap bir diye bir ustalık kapsam balam. Hemmige men eyiplik. Vaqt o'tdi. Hoş apa. Fikrlarimga salom aytdim. Ma'qul balam. Mahmudka? Ha, kela o'tir. Sirtdan xabar ama. Opam kelmagili xili vaqtlar olib qoldi. Sal ansirab qoldim. Opam og'rib qolmagandi? Opamdan bek ansirayotimman. Ha, so'ramayli qo'y bola. Heliqi hezim degan kispirosh. Ha? Mahmudka, tezdan azab nima bo'ldi? Bu gapni asli sana demasam bo'ladi. O'tganda opam Ro'shangulning ishi uchun sotga arz sunibdi ekan. Sotdan Ro'shangulning ta'minoti uchun har iyiga 200 qo'ydan kesib qo'yibdi. Lekin hezim 200 qo'yni eg'ir ko'rib Ro'shangulni og'ili uyga beribdi ekan. U chaqda opam kasal bo'lib yetib qopti ekan. Ben bilan ketarsiz ketmamsan? Ha? Ketarsiz ketmamsan? Mo'ngdayman. Bo'las bo'lmamsan? Mo'ngdayman. Mo'ngdayman. Qo'lni qo'yma. Canım kızım. Ben bilan ketmaganingni bir ko'ray. Ben ketmeyim. Aman eshitmasini.
Şuna bilan dadang opangni urib yiqitib etib, Ro'shangulni ketib qopti. Men bu adlaqni hargiz bo'sh qo'ymayman. Opangning kesili eg'ir o'g'ashqa hozir doktorxonada yetib etibdi. Erkincha. Erkinga qo'shnilar qaratgan o'xshaydi. Opa. Endi xotirjam bo'ldim deyaptingizmi? Qani bu xotirjamlik? Aldığınlarda bekmi sət boldu. Texi yenilə işqi düşüb, tüzügrək işləməylə kesel olup yetib qaldım. Aldığınlarda to'limi xijilman. Ahvolingizdan to'liq xabardor bo'ldik. Siz xotirjam yetib davolanavering. Saqaygandan keyin ondan xizmat tutsangiz bo'ladi. Rahmat. Ko'p rahmat. Xotirjam davolanavering. Yana qanday ishlar bo'lsa tatmay davering. Hal qilgan ishlar bo'lsa mumkin qadar hal qilib bering. Helimiz sizlarni ko'p avara qildi. Qaytandiq. Hech qisi yo'q. Siz xotirjam yetib davolanavering. Xotirjam Biz yana yo'qlab kelamiz. Boshqadan keyin. Avara bo'lmanglar. Xo'sh emas. Xo'sh. Ma'qul xo'sh. Xo'sh. Rahmat sizlarga.
Apa! Canım oğlum. Apa! Balam. Apa! Canım balam. Benim şartı canım. Bir tane balam. Canım oğlum. Canım balam. Beyincan. Hürmedin. Kaçıp çıktın mı? Oy nemiz kışında kıgan sen canım balam. Apa! Bak, derhal kettin balam. Ya apa! Canım apa! Ben siz için intikam alayım. O sizi kaçan kız horlaydı apa! Ya balam, o senin dadan. Yok! Yok apa! Onu tadı değişti mi şirkinime? Bizim ailemizi vehran kıldı. Benim sınırımca. Ula kimlerinin ailesi dinlep temtirep yürüydü kandı apa ha? Sizin uşağımı düşürüp koygan. Canım apa. Canım oğlum. Apa. Bizim soğuduktan bir kuş kendini işmişsem. Bergen suçlunuzu. Razı olmay ki de apa. Beyincan, canım balam. Muhtar değmez. Bey, kim o? Nime? Hatırcam ulan, ben hazırla adamı orlaştırayım. Bey! Hele bak, keçiktim. Hele bu tekim keçiktim tam oldu da. Özümüzü oraya yenim Allah kıraydı. Roşen! İçersin mi? Yaxşıdır vatkan sen? Sınlı! Hezim digen to'ng'iz qili! Oy aka! O'tamak! Oğlum, keldingmi? Shundoq. Keldim. Sen meni menga uyab yotdi deb o'ylab qolganmiding? Yo'q. Bugün ben senden hesap alayım. Balam, bu nimdeyine? Balam? Sen beni balam da adamsın? Beni balam da adamın kandaktırı vardı. Senin dadılık burçunu adak baka yerin var mı? Sen özcanlı da bütün ailemizi beylan kıldın. Ufkularımızı sersan kıldın. Beni bolsa, bunu ben de görsem olmaydı. Sen de köme kimdi görettin? Hemmini kıkan sen! Bugün ben seni... Aka! Kolundaki bıçağını taşla! Sen dadamı öldürme kime? Sen benim dadam emez! Sen de kadının boğunudun! Bunları yaxşı! Kolundaki bıçağını taşla! Bıçağını taşla! Bıçağını taşla da hadi ben! Bıçağını taşla ben! Hey! Kolundaki! Yetkili var! Kımızı mı? Yavaş mı? Hocam! Ruşen! Ruşen!
ana degan o'z farzandi uchun tunji tarbiyachi. Xo'sh, Hizm apandi, men sizdan so'rab baqay. Balangiz o'qish materiallari uchun pul so'ragan vaqtda men sen qarzdor emas, menda pul yo'q, nerdan topsang top dedingiz. Aytinga, endi 18 yoshga kirgan bir bola o'qish pulini nerdan topadi? Qushchinida o'z bolasi uchun halqumga loqma soladi. Qattiq sovuqlarda bolalari uchun qanot yapadi. Acaba siz shu qushchilikmi bo'lamamsiz? Hurmatli sudchi apandi, sud ahli, aytinglarchi, haqiqiy jinoyatchi zodi kim?